bo'yicha patentar olganmiz. Hozirda gilos tayyorlaklarini ishlab chiqarish bo'yicha siz vazifani ko'chalarga kirdik. Hozir 1,5 million nima bo'chasi? achchiq gilos. Bo'ldi, qani sotamiz. Bo'ladi, vaqtni qildik. Mana shuni sotib olasan 1,5 million dollar. 50%ga davlat subsidiya beradi bu invitroga. Invitroda ko'paytiryapmiz. 50%. Hammasini sotib olamiz. Ana Marat degan hozir olib borasandaginiki bu Marat degan birinchi o'rinbosari bor vazirni Janzim vaziri. O'shanga bekitgan prezident tomonidan olib borib o'sha Qo'shoqov bilan borib ko'rinadi. Hozirdan shuni program o'tkazib qo'ydi. Ha, bilaman bu. Hokimlar mana buni qilib ko'ring. Mana bu bizda hozir elektron texnologiyasi rivojlanib boryapti. Ko'rgan bo'lsangiz, shirin kartoshka o'simi bor. O'sha batatni mikroklonal usulda hozir biz ko'paytiryapmiz. Chunki batat bu issiqlikka talabchan o'simlik, lekin qurg'oqchilikka nisbatan chidamli. Hozir nima masala? Hozir shu Og'ayni mana qo'ldan ishlash kerak. Tushuntirib aytdim. Bir necha ming gektar yeri bor buni 12,5 ming gektar yeri bor. Davlat hokimiyat. 8 ta nav yaratgan. Ha, yo'q, mana shuni olish kerakdaginiki, shuni ekish kerak. 2 gektarga, 1 gektarga ekib ko'ring. Nima bo'ladi? hozir fermerlar bilan gaplashdik hokim bu. Ko'p Qo'y fermerlar, hozir shu bor narsani fermerlar o'zimiz yerga qilib ko'rsating. Buni borku ko'rsatish kerak, ekish kerak, qo'rqmasdan tajriba qilish kerak. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yana ishlanadi. Bo'lib ketsa olam shu voqea bo'ladi. Bunga litsenziya shartnoma Davlat. Ben bir kun hani mayizga tushundaginiki Qarpashda hokim bo'lgan vaqtda berar degan so'zlar. Mayizga bordim, xalqaro qo'yilgan narsa. 100dan oshiq O'zbekistonda qora mayizni dissertatsiya kandidat qilgan